Assalomu alaykum YouTube kanalimizda obunachilari, bizani doimiy kuzatuvchilar. Yana bir drabilkamiz aksiyaga tushgan. Bemalol mana shunday aksiya narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Bularning dastavkalari ichida. Bularni hozir ishlash jarayonlarini bitta sizlarga ko'rsatishdan oldin bitta motorlari o'zini joylashishini bitta obzorcha kichkinagina qilib o'tib ketaman. Buni motori 4 kilovatlik motor hisoblanadi. Tepasida datchikli. Bular 380 tokka ishlaydigan. Bunaqa modellarimiz noyob hisoblanadi. Kimda 380 tokki mavjud bo'lsa, bemalol olib ishlatish mumkin, chunki buni hozir ishlash jarayonini ko'rasizlar. Juda ham ob'yomni ko'p chiqazadi, qiynalmaydi umuman. Tokkni ham ekonom qiladi. 4 kilovatlik motor, mis motor 100%. Mana ko'rinishlarini bitta ko'rsataylik. Mana lentasini ham mana inlarni ko'rsataylik mana. Bitta metr berib oling dedi shu yoqqa. Uzunliklarigacha bitta ko'rsatib o'raylik. Lentani eni, uzunligi. Bitta o'lchab ko'rsatib o'raylik. Tak, lentasini o'zi 28 sm. Общий uzunligini ham bitta o'lchaymiz. Mana, общий uzunligini mana qarang. Necha? 180, 75. 180. Uzunligi 180 modelimiz hisoblanadi. Bu 408 modelimizda 380 ga ishlaydigan varianti. Bunaqa variantlardan oldin ham masalan bo'lgan juda odamlar spros bo'lgani uchun yana mana shu variantlaridan kelgan mana ko'rishingiz mumkin. Chunki 408 modelimiz hammasi 220 ga ishlaydigan hisoblanadi. Bu 380 tokka ishlaydi. Kimda 380 tok bo'lsa, bemalol ulgurib o'sha aksiya narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Videomiz davomida oxirida buni narxlarini ham aytib o'taman. Undan avval mana shu qo'l xashagimiz turibdi. Sizlarga bitta ishlash jarayonida cho'tki ko'rsataman buni. Hozir shu yil masalan chorvani yili bo'lyapti, mana oddiy mana agorot chetida mana shunaqa xashaklar o'sib ketgan odamlarda, ko'payib ketgan. Makka poya deysizmi, quruq xashakmi, ho'l xashakmi? Hozir bitta chiroyli qilib ishlatib ko'rsatib beramiz. Ho'l quruq tanlamaydi. Umuman tanlamaydi, ho'l quruq umuman tanlamaydi bu. O'tkazishini ham hozir ko'rasizlar. Bular keyin yana bitta narsa. Mana bu yamadan nimaga qopga, salafon qopga solib sotiladigan yemishlarni mana shu apparat taxlab beradi. Makka poyani o'sha salafanga yamani yemi bor-ku, o'sha yem qiladigan. O'sha narsani xuddi o'sha apparat qilib beradi. Hozir buni isbot ham qilib beramiz. O'sha salafon qoplaringizni taxlab qo'yavering, buni olishdan oldin. Bemalol olib borasiz. Makkangiz tayyor bo'lsa, sutasi bilanmi, shuni solasiz, o'sha yamaga tayyor qilib beradi, selus qilib beradi. Bemalol tuzlab, salafon qoplarga solib, havosini olib, bemalol qoplab qo'yishingiz mumkin. Qishga ham turaveradi. O'shachi sotib olmaysiz, yemishni bemalol xonadoningizda o'zingiz taxlab olaverasiz. Xohlasangiz buni tadbirkorlik qilsangiz ham bo'ladi. Chunki bu soatiga 5 tonnagacha ho'l xashakni o'tkazib berish quvvatiga ega. 5 tonnani bemalol ho'l xashakni o'tkazib beradi. Men o'ziga ham yozib qo'yibman. Og'irligi 135 kilogramm, mana ko'rib turibsiz, men o'ziga yozilgan. 135 kilogramm mana. Aborot 3000 aborotlik motor turibdi. Endi buni bitta hozir xudo xolasa ishlatib ko'rsatib beramiz endi. Buni realni bir hozir ishlash jarayonlarini ko'rsanglar, baho berasizlar. Bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Dastavkalari hammasi ichida narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Yana bitta masala, buni bitta ichini ko'rsataylik, baribir videoda ko'plar so'rash mumkin, ichini ko'rsatmadingiz deb. Ichlarni ham bitta ko'rsatib o'raylik. Mana pichoqlarni qarang buni, joylashishini. Juda o'tkir tiqli. Mana pichoqlari ham mana inli pichoq hisoblanadi. Bu yoqda mana qancha mana komboy pichoqlari bor, chiqazadigan pichoqlar. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 qator komboy pichog'i bor. Pichog'ining eni ham setkaniki bilan bir xil. Mana bu joyda qarang. Yirikroq, maydaroq qilib o'zingizga moslab chiqarishingiz mumkin. Keyin o'rtaga qo'ysangiz, faqat mana bu pichoqni o'zi aylanadi. Mana bu aylanmaydi. Xalostoid hisoblanadi bu. Hozircha mana yirikrog'ida o'tkazib ko'rsatib beramiz.
Endi buni yaqinroqdan bitta ko'rsataylik buni. Jamshid aka, sizga bitta savol. Aha. Hozir 3 ta 4 ta o'tni bir xil qilib maydalab oldik shunga Aha, aha. Qarang buni, qarang buni. Bemalol buni bor-ku, haqiqiy mana servis qilib beryapti-da. Oddiy ko'chadagi qo'pol hashayni servis qilib beryapti. Hattoki o'sha hashayni ham mana servis qilib bossangiz bo'ladi-da. Shart emas, aynan makka poyani o'tkazish, boshqa biyda nima, xohlagan narsangiz. Quruq poyami? Mana hozir mana shu narsalarni o'tkazdik mana. Ichida ketdi mana shu narsalar hammasi. Mana ko'rib turibsiz, qarang, yemishdi. Odam o'zi yegisi kelib ketadi bunga qarab. Molga qolsin. Ha, ha. Endi buni narxlariga keladigan bo'lsak, akalar bular bekorga boya aytib o'tmadim. Buni oddiy 220 ga ishlaydigan varianti ham 5 million 200 hisoblanadi. 220 ga ishlaydi u. Bu 3 fazaga motori, mis motor 3 fazalik. Buni 5 million bilan bemalol uyingizgacha yetib boradi. Ulgurib qolinglar, bularning sonlari cheklangan. Shuning uchun ulgurib qolinglar olishga. O'sha mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.